Hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta live hack o'rgatmoqchiman. Kim Fransiyada bo'lsa, o'shalar uchun. Misol uchun, Fransiyaga kelgansizlar, ham ish bo'yicha, kontrakt bo'yicha kelgansizlarda, Fransiyada qolgansizlar. То есть, ishinglar tugagan, mana shu kontraktingiz tugaganda, hozir ishsizsizlar. Qanaqasi пособие olsanglar bo'ladi. Misol uchun, aytaylik, hozir ishlamayapsizlar, no minimalniy 6 oy ishlagan bo'lishinglar kerak. Minimalniy 6 oy ishlagan bo'lsanglar, o'shandagina пособие olsanglar bo'ladi davlat tomonidan. Fuqaroliginglar bormi, yo'qmi, undan bu qiziq emas. No lejba Fransiyada официальный bo'lishinglar kerak. Ya'ni официальный yashayotgan bo'lishinglar kerak, официальный ishlagan bo'lishinglar kerak. O'sha holatdagina sizlar пособие olsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqasiga? Misol uchun, aytaylik, 6 oy ishladinglar, 6 oy ishlaganinglardan keyin o'sha sizlar ishdan bo'shadinglarmi yoki tam bilmadim, ishxonanglar yopilib ketdimi yoki sizlarni o'zinglarni bo'shatib yuborishdimi yoki yo'qmi, farqi yo'q. Aytaylik, o'sha 6 oy ishlaganinglardan keyin sizlar официальный заявление topshirsanglar bo'ladi. Fransuzskiy o'zini organizatsiyasi bor. O'sha yerga заявление topshirsanglar, sizlarga taxminan oyliginglardan 54% dan 75% gacha как бы пособие beriladi. Ya'ni aytaylik 2000 yevro oylik olgan bo'lsanglar, o'sha eski ishxonanglarda, sizlar hozir ishsizsizlar. O'sha o'zini определенный organizatsiyasi bor, o'sha yerga borasizlar yokida onlayn registratsiyadan o'tsanglar, уже пособие olsanglar bo'ladi. Taxminan 1500-1400 yevro пособие olasizlar. Bu fuqaroliginglar bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Bu любой odamga. Ya'ni aytaylik, endi turist bo'lib kelgan bo'lsanglar, endi baribir ololmaysizlar u narsani. No официальный kontrakt bo'yicha kelgansizlar, yo'qmi, tam o'qish bo'yicha kelgansizlar, no ishlashga qolgansizlar, hozir sizlar ishsizsizlar. O'sha holatda ham olsanglar bo'ladi. Taxminan 1500-1400 yevro. Так что qani qo'ldan boy bermanglar. No bu narsa любой fuqaroga, ya'ni O'zbekistondan bo'lasizlarmi, tam Rossiyadan bo'lasizlarmi, rossiyalik fuqaroliklarmi, tam Qozog'istonmi, Tojikiston farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, lejba Fransiyada официальный ishlagan bo'lishinglar kerak. O'sha holatdagina olishinglar mumkin. No bitta minus tomoni bor. 54 yoshgacha beriladi bu пособие. Olsanglar bo'ladi. O'sha minus tomoni bor. Agar 54 yoshdan oshgan bo'lsanglar, o'sha пособие ololmaysizlar. Yokida misol uchun VNJlar bor, hech qachon ishlamagansilar. O'sha holatda ham olsanglar bo'ladi пособие. No u holatda taxminan 650 yevrami shunaqa olasizlar пособие. Hech qayerda ishlamagan bo'lsanglar. Короче, ko'p life hacklar bor. Xohlasanglar aytib chiqaman. Agar kimga qiziq bo'lsa, qayerdan tam produkt olsanglar bo'ladi бесплатно. Qanaqa organizatsiyalar bor бесплатно. Agar qiziq bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Keyingi safar tushuntirib beraman. Qanaqasiga бесплатно produkt olsanglar bo'ladi Fransiyada.